Assalomu alaykum, hurmatli hamkorlar. Men Allabergen va Aruxan Sayberan Wellnessda o'sib kelayotgan liderman. Bugun men sizlarga noyabr oyidagi aksiyalar to'plami bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Mana bu to'plamlar. 300 ming so'mlik mahsulot xarid qilsangiz, mana shu mahsulotlardan 40% chegirma bilan olasiz bittasini. Mana bu qo'llar uchun tozalovchi gammash 86 ming so'm. Asl bahosi uni 51 ming 600 so'mga aksiya narxida olasiz. Bu qo'llaringizni juda ham yumshoq va mayingina bo'lishiga yordam beradi. Keyingisi valeriana va limon o'ti. O'zining asl bahosi 120 ming so'm. Buni aksiya narxida 72 ming so'mga olish mumkin ekan. Bu bilasizlar, valerian bu tinchlantiruvchi, uyquni ham yaxshilaydi, qon bosimini tushirishga ham yordam beradi. Keyingisi likopin va omega 3 Trimegavital seriyasidan 165 ming so'm. Asl bahosi buni biz 99 ming so'mga olib olishimiz mumkin ekan aksiya narxida. Likopin va omega, buni bilasizlar, juda ham zo'r mahsulot. Zreniyamiz uchun ham, miyamiz uchun ham, bo'g'inlar uchun ham juda ham foydali mahsulot. Keyingi bu yengillik va detoks to'plami. Har bir mahsulotni ichishimizdan avval biz avvalambor organizmimizni tozalab olishimiz juda ham zarur. Bu yerda biz aksiyada Synchrovital 4 aksiya narxida olamiz 118 ming 400 so'm, asl narxi esa 148 ming so'm. Synchrovital 4 bu jigarimiz uchun juda ham foydali, ya'ni jigarning ishini yaxshilaydi, o't haydashini yaxshilaydi. Epan 4 ham jigar uchun juda ham yaxshi mahsulot. Bu aksiya narxida 42 ming 400 so'm, asl bahosi esa 53 ming so'm. Epan 4 ni ham jigarning ishini yaxshilaydi, o't haydalishini yaxshilaydi va tozalash programmasiga kirgizish mumkin. Bu fitochoy nomer 6 jigar choy bu. Asl narxi 57 ming. Buni 45 ming 600 so'mga olamiz. Keyingi bu to'plam sehrli iforlar to'plami. Har bir ayollar shirin va yoqimli hid taratib turishi kerak. Shuning uchun bu epizod seriyasidagi do'qiylar juda ham yoqimli, hech bir o'ylanib o'tirishning keragi yo'q, olib olishinglar kerak. Bularning aksiya narxi 576 ming 900 so'm. Asl narxi esa 641 ming so'm. Hidi juda ham zo'r, men buni ishlatib ko'rganman. Bu do'qiylarni olsangiz sizlarga 2 probnikni sovg'aga berar ekan. Hech o'ylanmay olishingiz mumkin. Hidi juda ham zo'r. Mana keyingi to'plam bu 20 millilitrlik parfyumlar 15% chegirma bilan xarid qilib, probniklarni esa sovg'aga berar ekan. Bu probniklar xohlaganingizni mana tanlab olasiz probniklardan. Bu Fludis Like God parfyumi o'zi 270 ming so'm, buni 229 ming 500 so'mga aksiya narxida olasiz. Bu keyingi to'plam bu Sibir yuragidan muhabbat bilan to'plami. Bu pulsi box, ya'ni qon bosimini normada ushlab turishga yordam beradi, yuragimizning baquvvat bo'lishiga yordam beradi. 320 ming so'm, 500 mingga polni kompleksni sotib olishga bo'larkan to'plamni. Keyingi to'plam faollikning eng yuqori darajasidagi to'plami. Bu to'plam korin mahsuloti, juda ham har bir uyda birinchi yordam sifatida turishi kerak bo'lgan mahsulot. Bu mana bu korin bizni hech qachon bizning uyimizdan arimaydi. Bu postoyanno bizning uyimizda birinchi yordam sifatida turadi bu mahsulot. Korin mahsulotini hamma narsaga ishlatish mumkin. Masalan, bolalarning haroratini tushirish uchun, anginasi chiqqanda tomog'ini qarqara qilib chayishga bo'ladi. Nimadir pashshami chaqib olsa, unga ham ishlatsa bo'ladi. Kuyib qolsa ishlatish mumkin. Bel og'riq, oyoq og'rig'i, jenskiy shamollashlarda, xullas juda ko'p narsalarda ishlatish mumkin. Kommentariyda yozinglar, batafsil tushuntirib beraman. 99 ming so'm korinning asl bahosi. Harakat yengilligi choyi 57 ming so'm ish mumkin ekan aksiya narxida. Tiniq fikrlash to'plami. Buni 15% chegirma bilan olib olish mumkin. IQ Box va Ginga Biloba. Bu miyamiz uchun juda ham foydali. Biz havodan nafas olamiz, to'g'rimi? Bizning miyamiz ham kislorod bilan nafas olish uchun juda ham yaxshi mahsulot bu. Miyamizni kislorod bilan ta'minlaydi va migrenda ham yordam beradi. Hech qanday o'ylanib o'tirmasdan olib olinglar, Alzheimerning ham oldini oladi.
Biz masalan ko'p narsalarni unutib qolamiz-ku. Shularning oldini olishga juda ham yaxshi yordam beradi. Mahsulotimiz energiya va faollik to'plami. Bu ikkita mahsulotni 15% chegirma bilan va sovg'aga paket olishimiz mumkin ekan. Omega Ultra o'zining asl bahosi 570 ming so'm. Bu aksiya narxida 484.500 so'mga sotib olishimiz mumkin ekan. Omegani bilasizlar, miyamiz uchun, ko'zimizning zreniyatsini yaxshilaydi, bo'g'imlarimiz uchun ham juda ham foydali mahsulot. Bu yoximbe va sibir jensheni aksiya narxida 106.300 so'm, buni 125 ming so'mga sotib olishimiz mumkin ekan. Bu yoximbe va sibir jensheni erkaklarimiz uchun juda ham yaxshi mahsulot. Bu erkaklarni baquvvat qiladi va jinsiy faoliyatini yaxshilab beradi. Taurin bu jigarimiz uchun juda ham zo'r mahsulot. Buning asl narxi 115 ming so'm, aksiya narxida esa 97.800 so'mga olishimiz mumkin ekan. Bu Peru makasi, bu ham 242 ming so'm, aksiyada 205.700 so'mga olamiz. Peru makasi ham ayollar va erkaklar uchun ham juda ham yaxshi mahsulot. Buni erkaklardagi jinsiy hayotni yaxshilab beradi, spermalarning harakatchanligini ta'minlaydi. Bu homilador bo'lishni rejalashtirayotganlar uchun juda ham zo'r mahsulot. Bu bizning hammaga juda ham yoqimli bo'lgan baliq kollagenimiz. Bu kollagenni hamma ham sevib iste'mol qilishi mumkin. Bu bizning yoshligimiz, terimizning, sochimiz va tirnoqlarimizning go'zalligi uchun juda ham foydali bo'lgan baliq kollageni. Buning aksiya narxi 635 ming so'm, buni asl narxi 635 ming, aksiyada 539.800 so'mga olishimiz mumkin ekan. Bu qulupnay va laym. Ta'mi juda ham shirin, xohlaganingizcha olib iste'mol qilishingiz mumkin. Go'zallik marosimingiz to'plami. Xperalta Platinum seriyasidan yangilovchi va tekislovchi, keyingisi Xperalta Platinum seriyasidan 10 niacinamid 10% tiklovchi, yuzimizni mayin va yumshoqqina bo'lishini ta'minlaydi va ajinlarning oldini olishga yordam beradi. Buning asl narxi 235 ming so'm, aksiya narxi esa 188 mingga olasiz. Niacinamid Xperalta Platinum seriyasidan bu yuzingizdagi qizarishlarni, o'g'rilarni ketkazishga yordam beradi. Bu o'zining asl narxi 235 ming so'm, aksiya narxida 188 ming so'mga olasiz. Bu Xperalta Biomela seriyasidan yuz uchun yumshoq tozalovchi gel. Buning narxi 165 ming so'm, aksiyada esa 132 ming so'mga olib olasizlar. Yuzingizni tozalash uchun juda ham zo'r mahsulot. Bu Xperalta Biomela seriyasidan teri nomukammalligiga qarshi deydi. Teringizni yoshartiradi, qarishga qarshi, ya'ni teringizdagi ajinlar, yuzingizdagi ajinlarni ketkazishga ham yordam beradi. Bu 182 ming so'm, aksiyada esa 145.600 so'mga olasiz. Bu esa shampunlar, namlash va hajm uchun. Sochlaringizning hajmli bo'lishiga yordam beradi. Bu asl narxi 115 ming so'm, aksiyada esa 92 ming so'mga olasiz. Mana bu ham shampun. Bu esa tonik. Xperalta Platinum seriyasidan yoshartiruvchi tonik. Buning asl narxi 180 ming so'm, aksiyada esa 144 ming so'mga olasizlar. Bugungi aksiyadagi to'plamlarni shulardan iborat edi. Bugungi aksiya haqidagi filmlarimiz shu bilan tugaydi. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Like va podpiskani unutmanglar. Keyingi video chatimizda ko'rishguncha xayr deb qolaman azizlar.